soat 9:00 dan kechki 11-12 ga davr ishlar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Bozorqo'ron eli. Sizlar uchun o'ta zo'r yangilik qilib qo'ydik. Xudo xolasa akamiz ataylab Jalolobod, Mamal shahrida bizni Bozorqo'ronimizga tashrif buyuribdi. Brend kiyimlarini olib keldi akamiz. Akamizni o'zidan suhbat olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ochib oldingizmi? Alhamdulillah, ochib oldik. Aka, bizni Bozorqo'ronga ya'ni kelib olishingizga qanday sabab bo'ldi? Birinchi berilgan savolimni aytaylik. Aka, biz o'zi Jalolobod Bayil bozorida tashqarida magazinimiz ham bor. Birinchi filialimiz. O'zi Bayil ichida anchadan beri ishlaymiz, 10-15 yildan beri. O'zi qarasak, biz aslida shu bozor ko'rgan, Sovetskiy, Leninskiy, Kochkarata shu taraflardan klientlarimiz ko'p ekan. Xohlasak qo'ldan kelgancha inshaalloh Alloh izni bilan boshladik. Qo'ldan kelgancha baholarini chiroyli narx qilib beramiz inshaalloh. Kelarasizlar, yangiliklar bor. Yangiliklar ham hamma qatori bir xil emas. Olmaotaga borib, Atay u yoqqa borib, Qozog'iston. Aslan Qozog'iston, klassika, pol-klassika, krossovkalarimiz, sportivniy hamma yo'q bor inshaalloh. Kelarasizlar, xotirjam. Bir ko'ringlarchi o'zingizlar baho berasizlar. Bo'lib ko'ramiz. Lokatsiyasi o'ta zo'r joyda ekan. Akam aytib o'tgandek, Leninskiy, Kochkarata, bu yerga Jalolobod, Manas, ular udobniy joyda. Mana shu kassaga kelasiz. Meni saytimni ko'rsatasiz. Qaysi TikTokmi, YouTube'mi, Instagram qaysi saytdan ko'rib kelsangiz, sizga skidkasi bor. Sразу aytib o'tib ketay. Yoshlari pop. Qaysi kiyimni tavsiya qilasiz? Ya'ni do'yka deylik. Do'yka deylik. Mana xudo xolasa, mana shularda Olmaotadan olib kelganmiz. Atay, Leon, original, kayfiyati yaxshi. Yengil, salqin bo'ladi. Bularda xolasangiz rasvetkalari bor. Har xil rasvetkalar. Har xil rasvetkalar bor. Imo yangi kelgan, hammasi yangi stilda 2026. Shularda har xildan bor, kelarasizlar. Adres, lokatsiyani aytadigan bo'lsak, Bozorqo'ron shahrining o'zi bo'lib qoladi. Bekmamat Osmonov ko'chasida, O'sh-Bishkek trassasida где-то tushib kelganingizda 50 metr chapda bo'lib qoladi. Brend shop bo'lib qoladi. Bu yerga o'sha aytib o'tganingizdek, Bozorqo'ronda bozorga ketgan tarafda. Shunday brend shopdan kiyinaman degan, yaxshi kiyinaman degan akalarga bu videoni tez jo'nating.